Biz Azur birinchi bo'limda juda ham yaxshi o'ynadi jamoa, lekin ikkinchi taymga borib biroz sustlashib qoldi. Hujumlar nima bo'ldi aslida? Endi nima desa bo'ladi? Ozgina shoshilib qoldikmi, gol urishimiz kerak, yutib olishimiz kerak edi. Shunga bilmadim, sal primolineyniy o'yin bo'ldi-da. Oldiga gruzit qilib bilmadim nima. Hamma vaqt kam qolgan, endi tezroq urmoqchi bo'ldi deb o'ylayman-da. Mana Xitoydan keyingi o'yinda tugagandan keyin oldin o'zini fikrini aytdi muxlislarga. Menimcha endi siz ham o'z fikringizni aytsangiz to'g'ri bo'lardi. Muxlislarga nima demoqchisiz hozirgi vaziyat? Ha, endi juda ham nima desa bo'ladi? Biz ham rosa chiqimiz kelyapti. Endi hali ham shans bor, 3-o'rinni olibmiz, endi qiyin. No. 2-1 yutmadimi? 2-2. Voy. Yomon bo'pti-da endi hammasi. Menga 2-1 deb tugadi deb aytishdi-da. Voy, tugabdi-da hammasi endi. Ha, bilmadim endi. Uzr. Javobga tayyor emasman lekin to'g'risi.